Assalomu alaykum. Hurmatli dehqonlar, yangi kelgan Xitoyda 958 F1 gibridini 958 F1 958 Xitoy davlatining 958 hosildorlik yaxshi. 20 ton yuzasida mana shu qachatkasi bilan 20 ton yuzasida hosil beryapti hozircha. shu haqida mana qisqacha tushuntirish beradilar. Qanday bir natijaga erishildi? Alloh kelsin aka, mana shu yerdan xudo xolasa realniy holat aka 80 so'tlik joyimni aka quritib olib chiqib planimga berdim aka, boshqa qildim aka, hisoblab chiqdim aka. 80 so'tlig'idan aka salkam 18 tonna sota chiqdi aka. Ikkitadan ham solgan. Javob olinglar, hammanglar tavsiya beramiz.